Erim ikkalamiz ishdan kelishimiz bilan ovqatga urinib ketdik. Mayli kunimni boshidan boshlasam, kechalarda taqvo deb takoy bo'lib chiqib ketdim. Zo'r kayfiyatda metroning ichiga kirsam, yarim soat poyezd yurmasdan turdi-ku, qanaqadir avariya bo'lganmi bilmayman. Odam shunaqa ko'payib ketdi. Metroning ichidagi hidlarni aytmaysizmi? Voy dod. Sovurlab yuvmasa ham, shunday oddiy suvga ham yuvsa ham odam shunchalik hidlanmaydi bor-ku. Shu narsaga amin bo'ldimki, odamzod yuvinib yurmasa, hayvonlardan ham battar sasir ekan. Zakazga kirib oldim, kechikib, конечно же. Jalyuzisini ochib qo'ydim, yorug' tushib tursin deb. Voy, bitta qaranglar, mazaligini, trotuarchani qaranglar. Bemalol aylanib yursa bo'lar ekanda sayr qilib. Birinchi o'rinda kiyimlarni yig'ishtirib, qoqiydigan narsalarni qoqib, yostiqlarni chiroyli qilib qo'ydim va keyin plysos qilishdan boshlaymiz. Chunki har bitta narsani qoqqaningizda baribir musor tushadi, chang tushadi. Kravat tagini plysos qilishni yoqtirmayman-da shu. Bir xil paytlari bir ikkitasini olib kelaman yordamga, kravat tagiga bo'sh tegmas ekanda. Voy, mana uni qaranglar, shkaturkachani ulitkalardan ko'ra shunaqa ustini bezatgan ekanda. Klientimga latani uzatib yuboring desam, o'tvordi, changasishga tushib ketdim. Batareyani ustiga ham polностью chang yig'iladi, oralari bilan obdon artdim. Atak klientimni uyi top-toza, просто keldim, влажный уборка bo'lsa ham qilib ketay dedim, chang bo'lmasa ham. Dukichalarga nechi? Kranni, rakvinani yaltirashiga nechi? O'zim maqtab qo'y. Короче, zakazdan chiqib oldi. Mana uni qaranglar, zdaniyani polностью ustini qoplagan. Bir ham yosh quraman shunaqa o'tdi. Bugun esa men Moskovskaya Vorota metroda ishladim. Erim 2 tonna zelen olib kelibdi. Xotin bir-birimizni nervimizga tegib, zelenlarni tozaladim. Erim esa jo'rasini chaqirgan edi, to'yxonachi osh qilib beradi deb. Ukam olib keldi. Ukam bilan esa zo'r videolar montaj qildik. Hammasini istoriyaga qo'ydim. Istoriyada meni kuzatib boringlar. Maza, siz o'rningizga kimdir ovqat qilsa, men ungacha o'zim bilan o'zim shug'ullandim. Oshlar ham tayyor. Kelinglar birga oshimiz. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosinglar, xursand bo'laman.